Sakır balandligidan, iştaham yo'q, chanqab, juda nima ahvolim chatoq kelgandim beri. Bemorimiz 69 yoshda. Bizga 4 oy avval og'iz qurishi, ko'p chanqash, holsizlik, qon bosimining oshishi, oyoq qo'llarda uyushish, shunga o'xshash kuchli shikoyatlar bilan kelgandilar. Bemorimizni tekshirib ko'rgan vaqtimizda qandli diabet 2-tur dekompensatsiya holatida aniqlik kiritdik. Bemorimiz juda ham tushkunlik va qo'rquv bilan, tushunchalar noto'g'riligi tufayli kuchli qo'rquv bilan kelgandilar. Bemorimizga tushuntirdik, ya'ni bu qandli diabet xavfsizligini, hayotimizga xavf solmasligini, turmush tarzini o'zgartirish bilan bu narsani yaxshilashimiz kerakligini tushuntirdik. Bemorimiz yaxshi harakat qildilar. Hozir 4-oy mana oxirgi tekshiruvlarni ko'ryapmiz. İlk marta kelganlarida bizda nahorga 19,1, ovqatdan keyin 22,1 millimol litrda qondagi qand miqdori aniqlangan edi. Hozir 4-oy mana o'lchab ko'ryapmiz. Qon bosimlari 110 ga 70, qondagi qand miqdori nahorga 5,9 millimol litr chiqyapti. Bu natijaga qanday erishildi desa, bemorimiz birinchi murakkab kombinatsiyali qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi dorilar bilan boshlandi. Hozir bugungi kunga kelib bemorimiz faqat bir dona tabletkani o'zi bilan qolyapti. Bu natija qanaqa bo'ldi xolajon? Sakır balandligidan, iştaham yo'q, chanqab, juda nima ahvolim chatoq kelgandim beri. Hozir o'zimni juda yaxshi tutibman. Hamma narsa o'rnida, parhez vaqtida qildim. Dorilarni vaqtida ichdim, aytgan soatida to'g'rilab, hammasini. Hozir ahvolim juda yaxshi. Davlina ham yaxshi, sakirim pastga tushib. Hammasi yaxshi.